Hazır ben Dünya Uygur Kurultayı 4. nöbetlik vekiller kurultayının tayyorlik gruppasiga vakolatan Dünya Uygur Kurultayı 4. nöbetlik vekiller kurultayının açılganligini jakarlayman. Assalamualaikum barlı kırındaşlar. Dünyanın hem yerinden kelgen Dünya Uygur Kurultayı'nın 4. nöbetlik yig'ininin qatnaşçıları bugün hemminlarni Dünya Uygur Kurultayı'nın 4. nöbetlik içiliş murasimi bilen tabriklayman. Biz bu yig'inni intayin qiyinda, intayin mushaqqatda nurg'un to'salg'ilar bilan bugün meydanga keltirdik. Bu qitim ichilayotgan Dünya Uygur Kurultayı 4. nöbetlik Uygur xalqining chet ellardagi musofir bo'lib yurgan musofirlarning birlashib o'z vatanining ozodligi va o'zining erkinligi va o'zining milliy qutulib kelishi uchun kurash qilayotgan va to'plangan o'rni Dünya Uygur Kurultayı'nın dünyanın her yerindeki 20 neçe devlette sergandar olup yürgen erkinlik, azatlık cemçilerinin toplaşkan bir yığınıdır. Bugün muşu yığınımızga dünyanın hem yerden kelgen katnaşkıçılarını Japonya parlamenti ve Tokyo parlamenti ve Japonya dostluk cemiyeti ve Türkiye'den kelgen Amerika'dan kelgen, Germaniya ve Şvesiya barlık devletlerden Norvegiyadan kelgen şeref mimarlarına Çin ko'nglimdan rahmet etmen ve dünyanın hem insan namıdan hem 20 milyon Uygur halkının namıdan Çin ko'nglimdan rahmet etmen. Dünyanın hem yerinden yığılgan erkinlik cemçileri, bizning neslimizge ko'ngil bölüp kelayotgan kishilik huquq cemçileri, xalqarada bizga o'xshash ezilgan, bizdek bichora bo'lgan, bizdek o'zining milliy kimligini qutuldirib qilish uchun va o'zining milliy hurligi uchun kurash qilib minglarcha xalqi turmida yetayotgan Uyg'urga o'xshash, Tibetga o'xshash
Mongolga o'xshash va Xitoy demokratlariga va Xitoy Hanzo xalqiga o'xshash va mushu turmida ozodlikka erkinlik tashlab olgan bahor inqilobidagidek o'ttir sharqdagi barliq inqilob qilayotgan, namoyish qilayotgan va ezilayotgan, o'ldirilayotganlarni qutqizish uchun kurash qilayotgan erkinlik jangchilari va muxbirlar, jurnalistlar sizlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman, xush kelibsizlar. Biz Uyg'urlar endila texi tinab tantirab 4 yoshlik boladek 4 yil oldu, 4 ketimlik yig'in açtık. Dünyanın sahnesiga Uyg'ur davosini endi ochib bizning davoyimiz Xitoy kommunistlarining o'zining maqsadida qorong'i yerda yeb qozonishida qolmoq chiqdi. Lekin dunyoning demokratiya davlatlarining, Amerikaning, G'arbning, musulmon davlatlarining va turk davlatlarining va Yaponiyadagi shunday demokratiyani hurmatlaydigan davlatlardagi demokrat jangchilarining bizga bo'lgan yordami bilan Uyg'ur davosi xalqaro sahnada bir kishilik o'rin oldi. Ve bu mushu men turmidin 2005-yili 3-oyning 17-si chiqqanidan tortib ta hozirgacha mushu butun dunyodagi bizning qo'llag'uvchilarimiz va bizning atrofimizda dunyoning hamma yerida turib o'zining xalqi, o'zining vatani, o'zining erkinligi uchun kurash qilayotgan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar, Mongol, Qatarlık Şark Türkistan'da yaşavatkan, bugungi mehmonimiz bo'layotgan qarindoshlarımızın ortak tirişish oldida aslida biz amalga oshiryapmiz. Hem dünya sahnesida davoyimizda mushunchilik axborotchilar keladigan bir vaziyatga keldik. Qarindoshlar, biz burun hatta o'zimizni ko'ydirib olsakmi, biz burun hatta ko'chalarga chiqib vaqirsakmi, birer muxbirni tepib o'zimizning davoyimizni anlatolmaydik. Mana bugun 4-navbatli Dunyo Uyg'ur qurultiyining yig'inida Yaponiya zaminida Osiyodagi eng demokratiya davlat bo'lgan Yaponiya zaminida biz o'zimizning 120 vakilimiz bilan va sharaf mehmonlarimiz bilan birga parlamentning bu zalida özümüzün avazımızı dünyaya anlatış fursatına eriştik. Bu alem şuman bizden kollaştı. Arkadaşlar, biz muşundak bir küllerini şundak tutken. Endi biz muşundak bulvatkan bir peytte bizden halkımız minglarca, 10 minglarca turmu deyip atıdı. Xitoy hükümeti biz davayımızda dünyaya anlatıp atkan bolsak, Xitoy hükümeti bizden xalqimizni assimilyatsiya qilishni, yo'qotishni, hatto o'ldirib tegishni ilgari surayotdi. Biz burun sistemlik assimilyatsiya qilindik, erkinlik, kishilik huquq va demokratiya deb yig'ilgan bo'lsak, hozir biz qanday hayot qilamiz? Biz qanday o'zimizni tutuldiramiz? Biz bilan Xitoy kommunistlari orasida hayot mamatlik ko'rish bo'lyapti. Dal mushundaq bir paytda Xitoy hükümetining dunyoga intayin cho'ng Superman bulup görüngen bir paytda, dünyanın Xitoy hükümeti bilen iqtisodiy birligi bo'layotgan bir paytda bizdek bir aciz millet yani Yaponiya parlamentinin içine mushundaq bir yig'inimizni maydonga aytyapmiz. Buning uchun Yaponiya parlamentidagilarga va Yaponiya xalqiga, Yaponiya hukumatiga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Tibet'te uzanlar kırbatsa, qanchalik adam o'zini ko'ydirib o'ltirib oladi. Mongollar qanday bo'lyapti? Endi bizning xalqimiz hozir qonunsuz o'ldirish, o'zi bilgancha tutqun qilish, ko'chmanlar bilan tarmar qilish, odamlarimizni tarqoqlashtirish, iqtisodiy jihatdan vayron qilish va ma'arif jihatdan vayron qilish, axloqiy jihatdan tugutish girdobiga duch keldi. Biz Xitoy hukumatiga tinchlik bilan suhbat o'tkazishni bir necha qatim Yevropa parlamentida va boshqa yerlarda o'tirib qo'ygan bo'lsak-mu, Xitoy hukumati bizni davomli dunyoga bo'lgunchi va boshqa ismlar bilan atab bizni rad qilib keldi. Bizning
o'ttirida chiqib Dünya Uyghur Qurultayida yig'in etishimiz, mayli Yaponiyada bo'lsin, mayli Avstraliyada bo'lsin, mayli Amerika, Yevropada bo'lsin, biz Jungoning o'ziga tinchlik akilish, Jungoda yashayotgan, hatto Jungo besib olgan Sharq Turkistondek, Tibetdek, Mo'ng'uldek millatlar bilan har qanday Xanzo xalqining o'rtasida o'rtaqlik paydo qilish va kelishim hosil qilish, tinch yashash muhitini yaratish, o'zimizni erkinlikka erishtirish, ularni tinchlikka erishtirish uchun biz Dünya Uyghur Qurultayi dunyoning erkinlik xizmatiga, dunyoning yasharining tinchlik amligiga bir kishilik hassimizni qo'shyapmiz. Bundan keyin ham shunday qilamiz. Biz Minjabo hukumatining, Xo'jinto hukumatining, hozirgi Shinjongga shuji bo'lib borgan raislarning bizning xalqimizni qirishni to'xtatishni va hozirgi hukumatning islohot ettirishini, siyosiy islohot qilishni, strategiyasini o'zgartirgan bir tarixning kelganligini, mutlaq tarixning shunday bir hukmining borligini tunib yetishni umid qilamiz. Jungochi sotsializm, Jungochi demokratiya, Jungochi boshqarish, Jungochi kishilik huquq u sapsata hozir qilib qoldi. Endi payt nimiga keldi? Cho'qim biz yolg'iz Tibet, Uyg'ur, Mo'ng'ul xalqi emas, Xitoy xalqi, Xanzo xalqi o'zini e'tirof qilmaydigan bir payt keldi. Xitoy hukumati hozir endi qilmagan narsa faqat demokratiya, erkinlikka minishli qoldi. Xitoy hukumati cho'qim demokratiyaga, erkinlikka minish kerak. Xitoy hukumati bizga tinchlik berish kerak, bizning xalqimizni o'ldirishni to'xtatish kerak, assimilyatsiya qilishni yo'qotishni to'xtatish kerak. Butun dunyo xalqi Uyg'urlarning tugab ketishini, ajallik Xitoyning yo'qitman deyotgan hayot mamatlik orasida jon talashayotgan Uyg'ur xalqini Yapon xalqidan, butun dunyo xalqidan qutuldirib kirishni umid qilaman va Xitoy xalqining bunday zo'ravonlikni to'xtatib o'zining davlatida islohot etib berishni umid qilaman. Rahmat.我々も一致団結して、そしてウイグルのために戦っていかなければならないと思っておりまして、自由民主党の中にも議員連盟ができたということは、その大きな表れでございまして、人類にとってこれ自由を守るということが一番大切なことであります。中華人民共和国の自由を侵害するような暴挙を絶対に許してはならない。ウイグル地区で実際に行われている信じられないような人権弾圧に断固抗議するとともに、世界各国の自由と民主主義を共有する国々が連携をして、この問題に対して中国にも厳しい圧力をかけていく、その議員としての中心の活動をしていくというのが、私たちのこの議員連盟の役割でございます。ウイグルにおいて中国からどれだけの攻撃がなされているのか、ウルムチ事件だけではなくてですね、大変な攻撃がなされていることも私どもはよく存じています。そしてこのことは世界に明らかにされなければいけないという具合に心からそう思っています。21世紀になっていまだに民族自決を認めない、こんなことがあってはならないと思います。ウイグルにも長い間の素晴らしい伝統、文化、そして歴史、言語があるわけです。それを抹殺するようなことあってはならないと。命の危険にさらされながら最低限保障されるべき基本的人権を脅かされている多くの方々が世界においでになります。共に同じ時代をこの地球上で生きている人間同士として、私たちの力でできる限りのサポートをさせていただきたいと思います。私たちは歴史が紡いできたこの歩みの中で、本当にお互いに助け合わなければならない立場にいると思います。日本には
こうした民族を助ける責任と義務と、そして大きな理想があると私は思います。今のままいくと、私は中国の軍拡が続いて、日本の軍縮が続いて、どんどん危なくなって、何でもかんでも言うことを聞かされるという状況になってしまうと思います。ですから、そういった外交交渉で勝てる準備も整えながらですね、中国に対しては毅然と物事をはっきりとダメだと主張していかなければ、本当に我々の人権を守っていかないといけないしですね、ウイグルの皆さんのこの苦しみもですね、なかなか解決できないのではないかと思います。我々全国の地方議員、多くの心ある思いを思いとする議員がですね、断固としてぶれない、断固として思いを思いとしてですね、強い決意の中でこの議連を発足いたしております。An international league of countries belonging to a community of democracies, that it's the best way to promote human rights and freedom around the world, and mainly in China, where they don't know even the meaning of these three words. Your ability to bring Uyghurs together and to speak to people all over the world to explain the need for continued support and solidarity so that Uyghurs too can enjoy these universal values. Human rights champions. She is a moral pillar, a brave woman of wisdom, compassion and self-sacrifice, who has made it her life work to alert the world about the suffering of her people. 我们的热比亚主席，如果中国真的改革的话，我们的热比亚主席也能够回到自己的老家，这样子这个世界才是真正的和平，才是真正的大同。我再次呼吁中国政府一定要走改革道路，希望我们各个民族一定要真正的平等。We will one day still go back to Tibet, but to you Uyghurs I say we should unite and we should challenge the Chinese together. Thank you very much. Ben Yapon yaşlarının köplep Şarkı Türkistan'a verip, Şarkı Türkistan işideki ahvalını ilgenlep, dünyada paş kılışını ümit kılır. Ulanın sergenler olup, jügenlerden yetekleşini, ulanı yardım kılışını, ulanı ümit verişini ümit kılır. Aşı turumunu yetip atkan yaşlarga kandak yardım kılındı. Qaysı yollar bile ulanı kutuldurup alkan buludu. O günahsızlarga kandak yardım kılındı. Muşlarını aşı yaşlar, bütün dünya yaşları bilen dolkun kozgap, birikip bir inkılapını oturup açıkışını ümit kılır. Biz sohbet kelgandan keyin har ikki taraf oldindan bizning xalqimiz o'zining nimani talab qilish huquqiga erishgan vaqtida undan keyin biz bu o'rnini o'tirib qo'yamiz. Qanday millat bo'lishdan qat'iy nazar o'z taqdirimizni o'zimiz belgilashimiz kerak. Lekin Sharq Turkiston Uyg'urning zamini.はい、ただいまラビア・カーディルさんがこちらの方に到着されました。これから正殿参拝されるそうです。稍微抿一下，可口一点点，行了 ，OK， 这轻轻的蘸一下。靖国神社に来られた感想を教えていただけますか。Her qandaq bir davlat o'zining davlatining taqdiri uchun kurash qiladi. Ham shundaq nurg'un askarlar tarixi, qahramonlar qurbon bo'ldi. あらゆる民族の民族的英雄があります。ここも日本の民族の英雄たちのところであるから、私すごく誇りを思います。Men shu o'lib ketganlarni shu ikkinchi dunyo urushining qurboni deb qarayman. ここで亡くなられあるいは世界第二戦で亡くなられた皆様は日本の英雄であるということをすごく深く礼を
Bu yerda yalnız ularlar emas, Japonning tarixidagi, burunqi tarixidagi qahramonlar bor. ここでは日本のずっと昔からの英雄たちは生きていることで私は Chunki Yapon xalqining asrlar qahramonlarini qo'ygan yeri. ここは日本民族のずっと前からの英雄たちのところであるということは私の認識の中ですごく深いでございます。 Bu yerga kelish, tarixni bilish. ここに来るということは歴史を学ぶということでございます。 Mening davlatimda tarixdan beri nurg'un qahramonlar bo'lgan. 私の国でもたくさん英雄たちがいらっしゃいました。 Biz ularning qabrlarini yashab turishda ziyorat o'rni qilish huquqimiz yo'q. 私たちの民族のそういう英雄たちのこんな記念するところを作って記念するそんな権利はありません。 Mening xalqim uchun namoyish qilib o'lim jazosi hukm qilinganlar mening xalqimning qahramonlari. 私の民族のために戦って犠牲者になってしまった私のウイグル民族は私の英雄でございます。 Bizmi kelgusida o'zimizning qahramonlarimizning qabrisini mushundaq bir qotirish fursatiga erisharmiz. 私たちも未来必ずこういう形で日本のこういうモデルによってウイグル民族のこういう記念するところを作っていきたいなというふうに深く思います。 Bu Yaponiya xalqlarining simbol xarakterlik yeri. ここは日本民族の精神の象徴的なところでございます。 Hem uzun tarihi. 歴史は非常に長いということは私よく意識したところでございます。 Buni ziyorat qilish nihoyatda muvofiq deb qarayman. ここを訪問するということはすごく歴史的意義があるということであります。 Bu bir tarix hurmat qilishimiz kerak. これは一つの歴史であるから私たちは必ず誰でもこういう歴史を尊敬するべきだと思います。 Bu hech kimga reaksiya bas bo'lmaydi. これはどんな他の人たちとそんな直接関係なくこれは純粋なことであると思います。政治的そんなの深い意味はないと思います。はい。Yapının her qanday diniy mazhablarning odamlari bu yerga keldi deydi. Diniy mazhab bilan munosabatsiz oldi. Har qanday yapılık qilgandiga yo'q deydi. Özlegan bir sınavda başlandı hani anne ne merkez kullanmamı bilmeyimizde siz bilir misiniz? Geçiyoruz evet. Onlar kendilerine göre 2 milyon 400 bin şehit demiş bunlar. Belki elinizi yetiyorsunuz. Hazır milletimizin gündü günge taslishotidir. Bizning mushundaq bir uçquşlarni g'animat bilib Rabia Qadir xonimning cho'risida turib, masalalarni yaxshi hal qilib, yaxshi natijalar bilan bu qadimgi yig'inni oxirlashtirishimizda chin ko'nglimdan umid qilaman. 我が民族は今大変な苦難の時期に置かれております。そういう時期こそ我々は我が民族の母、我々の指導者、世界ウイグル会議の総裁、ラビア・カーデルさんの周りにしっかり団結して今回の大会を成功させるように努力しましょう。 Tushliginglar xayrli bo'lsin. Kashliginglar. 皆様こんばんは。 Qarindoshlar, bugungi qurultoy nihoyatda bugungi bir kunligi nihoyatda muvaffaqiyatli bilan oyoqlashdi. Bu mening kuchim emas. Butun dunyodan mushu qurultoyni bir yaxshi echib, Uyg'urning hozirgi vaziyatiga bir javob berish uchun o'z xalqiga mas'ul bo'lib kelgan
bütün dünyadan kelgan vakillarning orzusi va birlashishi va tirishchanligi ostida bu qurultay yaxshi ichilyotidi. Shundaqla yana bütün dünyadan qo'llab, Amerikadan, Italiyadan, Norvegiyadan, Raptol Foundation'dan, Qozog'istondan, Turkiyadan, Qirg'izistondan, bütün dunyoda va elchixonalardan kelgan barliq qarindoshlarimizning bizni qo'llovchilarning qo'llashi ostida bugungi bir kunlik qurultay nihoyat muvaffaqiyatli ichilyotidi. 皆様、今日我々の大会は非常に意義のある一日となりました。世界の各国から集まっていただいたウイグル人の代表たち、そして世界の各国、特にアメリカ、イタリア、トルコ、カザフスタン、キルギスタンからの代表、そしてこれらの国々の駐日大使館からの代表などの、そして日本人の皆様のおかげさまで非常に意義のある開会式となりました。Bugungi qurultay yana Yaponiyadagi Uyg'urlarni qo'llayotgan ezilgan millatlarni Uyg'ur, Tibet, Mongol, masalan Xitoy Hanzu xalqining demokratlaridan tortib ezilgan millatlarni qo'llayotgan Yapondagi qo'llovchilarimizning Yaponda turayotgan Uyg'ur uyushmasining nayt xizmatni yaxshi ishishi va shularning jafoliq ajrisiga bugungi qurultayimiz nayt muvaffaqiyatli boshlandi ham bugun bir kunni nayt muvaffaqiyatli tugatdi. また特に日本でこういう弾圧されている諸民族、ウイグル人、チベット人、モンゴル人を含めて世界のそういう弾圧された民族の人々をサポートし、支援し、彼らの同情していらっしゃる皆様のお力の下で、そして日本オイル協会の日本人のスタッフの皆様のおかげで、我々のこの会議が非常に有意義の一日となっております。Bugun mana shunday bir muvaffaqiyat boshlangan bu qurultay men emas, men degan mavjud emas. Sizlar ko'pchilik bo'lmasanglar men bo'lmayman bu yerda. Robiya Qodir degan bir tal odam u, ya bir tal odam. Endi yana Robiya Qodir sizlarni to'playotgan kim u deganda, Amerikadek, masalan, mush anidi agar bizning iqtisodimiz bo'lmay, mush anidi bizning mush iqtisod jihatdan qo'llamagan bo'lsa, biz har yili ochgan qurultaylarimizni mandaq darajada kengaytirmagan bo'lardik. Biz mush haqiqatni e'tirof qilishimiz kerak. 私たちのこの活動がこんなにできるようになったのは、やはりアメリカをはじめとる民主諸国の支援、特に NED の財政的支援、そういうものがあって我々の大会がこういうふうになっております。そしてまた私個人というのは皆様方々こそ私が存在し、皆様のおかげさまで私の活動が続けられております。Men Amerika deyli, Avrupa deyli, kişilik hukuk teşkilatları deyli. Eğer beni turumdan kutuldurup açıkmagan olsa, bugün bu sahnede Rabia Qadır'mı bulmagan oladı. Birinci Allah, ondan kasamış garip dünyasının ki bizge bolgan yardımı, demokratiya, erkinlikten, tinchlikten bizge bolgan yardımı bilen men bugün sizlerinin aldığınlarda hayat durup demek. もしアメリカが私を中国の刑務所から救い出せなかったならば、私は今日ここで皆様の前に立ってこういうスピーチをできるわけではなかったんです。まず私は我々の創造主アッラー、そして、西側諸国民主社国のサポートを心から感謝しております。 Mana bu demokratiyanın, erkinliknin, kişilik hukuk teşkilatlarının, mesela Raptol Foundation deyli, Amnesty deyli, Human Rights Watch deyli, kişilik hukuk teşkilatlarının, şu dünyadaki kişilik hukuk köngül bildiğin insanların ki emgek gücü meyvesi bizim bugünkü neticemiz. また同時に強調したいのは、やはり世界の人権団体、アムネスティ、Human Rights Watch、そして他の人権団体の強力なサポートの下で我々が活動を続けております。 Meyli Tibet olsun, meyli Mongol olsun, meyli Uygur olsun, mana şu dünyadaki yer şarının
kishilik huquq masalasini yer sharining masalasi deb qariy oladigan insonlarning yordami bilan biz shu natijaga erishyapmiz. 私たちはチベット、ウイグル含めてやはりこの問題を人類の問題、地球の問題として取り上げているおかげで我々の活動が続けられており、我々がある程度成功を収めています。 Xitoy hukumati bizning masalaimizda bizning ishki ishimiz deydi ekan. Tibetning masalasimi, Mong'olning masalasimi bizning ishki ishimiz emas. Hech qachon kishilik huquq masalasi hech qanday davlatning ishki ishi emas. 中国はいつもチベットの問題、そしてウイグルの問題は内政の問題だと世界に主張しています。しかし皆さん、人権問題には内政というのはないです。内政ではなく人類の問題です。 Bütün dünyadaki kişilik hukuk ko'ngil bo'ladigan, mayli Yapon xalqi bo'lsin, mayli G'arb xalqi bo'lsin, mayli islom dunyosi bo'lsin, bütün dünyadaki insoniyat axloqini hurmat qiladiganlarning hammasining ishi. これは全世界が人間の尊厳、そして人間の価値を尊重する人類共通の価値であり、我々人間の共通の責任であり、そういうおかげで我々はここに立って、我々はここで活動しております。 Bizning bugun masalamiz nayt ig'ir Uyg'urlarning. Dardimiz bak ig'ir. Biz ezilayotgan millatlarning ichida eng ig'ir hayot mamat masalasiga duch kelib qolgan bir paytimiz bo'lib qoldi. Biz Uyg'urlar deyapmiz. 皆さん、私たちの立っている立場、我々の置かれている状況というのは非常に危機的な状況です。我々はそれをもっともっと自覚しなければいけない。 Endi biz Uyg'ur demasak, hozir o'zimizni qutqazmasak biz tugab ketamiz. O'zimizni qutqazmasak boshqalarni qutuldirolmaymiz. 我々は自分を自分で救わなきゃいけないです。我々自分を自分で救わなければ誰も我々を助けてくれないです。 Agar biz shundoq bir erkinlikka chiqqan kuni, mushu Yapon xalqidek, mushu G'arb dunyosidek, ashi kishilik huquqqa ko'ngil bildigan dunyodak, ash namoyishlarda bahor inqilobida, Suriyada o'layotgandek, masalan Liviyada o'layotgandek, dunyoning ham yeridagi kishilik huquq masalasiga mana biz otlanamiz. 我々も例えばシリア、リビアのようなそういう人権のために戦うそういう立場を取らなければならないです。 Bugun Yapon xalqi bizga eshik ochdi. Bizni shu qadar qadrlab bosh ustiga ko'tardi. Biz bir yetim bolaga o'xshash bir millat. 今回は日本政府、国会、国民が我々を全身全力でサポートしてくださいました。実は私たちは本当に世界で孤立し、孤児のような存在です。 Bugun bizning ko'z yishimiz bularning etikiga tamdi. 我々の涙が本当に皆さんの服の上に落ちました。 Bularning bizga bag'rini ochqini, bularning bizga mush so'rinlarni hozirlab berganiga butun xalq nomidan, butun dunyodagi ezilayotgan millatlar nomidan men bugun rahmat aytaman. 日本が我々にこういう場を提供したことに対して私は弾圧されているウイグル人そして他の諸民族を代表いたしましてここで皆様に心から御礼申し上げます。 Men bugun yana Yapon xalqiga nayt Allohdan Yapon xalqining butun orzularining amalga oshishini Xudodan tilayman. 私は日本国民のもすべての願いが叶うように我々の創造主アッラーにお祈り申し上げます。 İnşallah Xitoy hukumatining demokratiyaga minib, demokratiya uchun tashna bo'lgan xalqqa mush eshiklarning ichilib ketib, shu diktatorning tarmar bo'lishini Allohdan tilayman. 私は同時にまだアッラーにお祈りいたします。それは何かというと、中国の国民に対しても民主主義のドアが開けますようにお祈り申し上げます。 Mush yig'inning oldi kayinda jafo tortib xizmat ishlagan Yaponlik qarindoshlar, Uyg'ur uyushmasi, Dolqin Aysa apandim boshchiligidagi tayyorlik komitetiga hamma qarindoshlarimga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. この会議が開くように頑張ってくださいました日本ウイグル協会のスタッフの皆様、そしてドルカエーサーさんを主犯とする準備委員会の皆様の努力の下で開花されましたので、皆さんにも心から御礼申し上げます。 Bütün dünyadan mushunda qimmat $2000, $1000 bilet ilib, vizlarni yandırıp, aş yanchiqlarga ham qo'shab pulni sep kelgan
Muşu özünün vataniga, özünün xalqiga ve bana igi çıkan qarindoshlarımga mening ve xalqimning ve özünün namıdan rahmet aytaman. そして同時に私は世界各国から自分のポケットマネーでお金を支払い、ここまでやってこられた代表の皆様にも心から感謝の礼を申し上げます。ありがとうございます。日本人一人一人がウイグル人です。ちょうどケネディが私はベルリン市民だと言ったように、私たちは一人一人がウイグル人でなければなりません。またチベット人でなければなりません。私たちのアジア解放の戦いはまだ終わっていません。まだ続いています。Uyghurs and their supporters around the world, I know, join me in our being tremendously hopeful that with the support of this kind of leadership cadre, you will be able to fulfill your own unique role, providing political leadership, fostering unity, and pressing for ever-widening support for the cause of human rights and democracy in East Turkestan. 中華人民共和国大使館から私宛てに特命全権大使から中国のチベット新疆に関わるウイグルに関わる問題が話題となっていますが、後ろ向きの動きが見られると、中日関係の妨げとなっているから、このことを憂慮して関連資料を同封しますと言って、チベットやウイグルについての資料が添えられています。しかし私どもは誰も一人もひるむ者はいません。Ümit ediyorum ki bu toplantıların sonucunda Doğu Türkistan'da insanlar kendi kimlikleriyle, kendi kültürleriyle, kendi inançlarıyla vatandaş olarak, eşit vatandaş olarak o doğdukları topraklarda, ata topraklarında özgürce yaşarlar. Bu onların en tabii hakkıdır. 白石年秀先生から乾杯のご挨拶をいただきたいと思います。日本とウイグルがですね、しっかりと手を結ぶ素晴らしい歴史的な記念日、乾杯の温度を取らさせていただきたいと思います。ムスワケレイクウシュンホーシ独立のために乾杯。ありがとうございます。それじゃあそれぞれしばしご歓談ください。尖閣諸島を守り抜けば、今、中国が行っている南シナ海、あるいは東シナ海、尖閣諸島に対する侵略行為を止めなければならないと同時に、ウイグルや南モンゴル、チベットでの人権弾圧、そしてもっと言えば、中国の国民に対する人権弾圧、こういったものも一挙に瓦解していく、こういった動きとして私たちは尖閣を血と汗と涙で守り抜く、このことが今ウイグルの皆さんと共に現実的に連帯する一つの大きな行動だと考えております。チベット、ウイグル、モンゴル、私たちは運命的に同志であり、そしてチベットに自由がなければウイグルに自由がない、ウイグルに自由がなければモンゴルに自由がない、モンゴルに自由がなければ当然いわゆる中国において自由がない、中国に自由がなければアジアに自由がないということです。敵は大変に強大です。敵というのは人ではありません。考え方です。中国人の共産党一党独裁という考え方と、
自分の文化が一番偉くて他は潰してしまってもいいという中華思想、この2つが敵であります。